Salam ekran aldidagi aziz ko'rmanlar. Salam kang to'rdoshlar. Ko'rayotganinglar Şinjan Sedef Sodiçeklik Məsuliyyət Şirkəti tajdorligidagi 4-ci qarar İpək Yolu Sadası proqramısı. Biz zarıqıb kütgan paytlar yetib geldi. Albatta bizning bu sahnimizda yana o'xshamagan mayirlarimiz o'zlarining har xil uslubdagi naqshlarni biz uchun sunish oldida turibdi. Şinjan Sedef Sodiçeklik Məsuliyyət Şirkəti bizning bu qadimqi proqramimizning tajdorligini oldi. Bu şirkatga minnatdorligimizni bildirish bilan birga bu proqramimizni Şinjan Aylanaz guruhi alayda talab qilgan sizlarga minnatdorligimizni bildiramiz. Bu programımız bilan Şinjan Al-Nuri Yezigilik Fan Texnika Taraqqiyot Cheklik Şirkati strategik hamkorlashgan. Sizlarga ko'pdan ko'p rahmat. Şinjan Qaydu Yemeklik Cheklik Mas'uliyat Şirkati programımızga yaqindan yordam bergan. Sizlarga minnatdorligimizni bildiramiz. Beijing Tashqin xalqaro pay kontrol guruhi Tartuq yurishlik kolalari programımızni alayda qo'lladi. Ko'p minnatdormiz. Qadrli do'stlar, badam lavi abditali Şinjanlıqlarning mahorat ko'sti supsi. Darhol arqayız cho'ng yanfon abdukallardan badam lavini izlab qachilab, yanfoningiz orqali kursantlarning katta mahoratlarini ko'rishni unutib qolmang. Undan boshqa programmamizni Şinjan radio televiziya tori Aynak Talla televiziyasida mi ko'ra olasiz? Güzel Şinjanның hayat noktalarını, yemek içmeklerini birlikte teşvik qilaylik. Güzel Şinjanның taraqqiyotini birlikte ilgari suraylik. Şu ben örülsem, maaş kelleme örülüp yürüydü. Bu avazını anlasam şunçalik pak, taza avazda. Ben bir körey zaten qayerden çıkıvatqa avaz bu dep örüldüm. Menin gruppamga kelip qalsangiz, qag'in asasda. Endi sen ügündəğən nəsə yamancıq hakim müşədə. Ustazların hamısı seni xalapdı. Axırıq tallaşını öğretini sana berəyli. Axırda benim tallaydıqınım Taş Mehmet Ustazını tallagan bolsa. Kollayımız, kuvvetleyimiz. Yılal bozun men üçün kirpegimdi. Mübarek olsun. Mayırımız Hakim Qiyum, Taş Muhammed Batur Aylın Az grupsiga tanlandı. Naqşı aytish mahorat bo'lsa, sahna qiyofati u bir kasbchanlik. Naqshingizda emas, sahna qiyofatingizdami intayin suyundiq. Ben hazır şu İpek Yolu Sadası programmasının 4-cü qararınınki sahnesinde hazır 4 ustazınınki qolışıq erişdim. Bu 4 ustazının arasından şu Taş Mehmet Batur ustazınınki bilimini yaxşırak elib, bunun için texmo yaxşı eserlerini barlıq keltirishga tirish uchun şuna Taş Mehmet Batur ustazını tanladım. Yuqarqı mayırımız Hakimcan Noruzguli namidagi naqshini yaxshi o'rinda. Ustazlarning yaxshi bahosiga erishdi. Jumladan men shu inimizning ovozini aytpakiz yo'riq, yaxshi bir ovoz ekan. Shu sababdan men inimizga o'rildim. Men va boshqa ustazlar tang o'rildik. Inimiz mening gruppamda bo'ldi. Men inimizni endi shu buningdagi qadamlarimizda inimizning ovozidan yaxshi foydalan asosda yaxshi bo'lgan asarlarni ro'yobga chiqarma degan ishonchim bo'lg'achqa Hakimja inimizga o'z gruppamga tanladim. Fursat berib o'z gruppamizda bo'ldi. Adaş ishlatganing qaysi attir? Nimada pez buraydi? Men attir chashmadim. Sadafning Warstar markasidagi lavsurxim shunda buraydi adaş. Endi yana bir naqshini bir e'lon qilishga butun Mevlanni bir taklif qilamizlar. Üzüm üçün yaşay degende deb şunu bir anlap baqıla. Men Nicat Yaqubuli men G'oljijili znayisidan keldim. Bu qitim 4-cü qararlıq İpek Yolu Sadasıga 100 kishilik mayırlar qatoridan o'rnag'inimdan xushal bo'ldim. Mening shu naqsh kasbiga qadam qo'yishimga ham ta'sir ko'rsatgan ish kichik vaqtimda dadam tugab qilib, Taş Mehmet Batur akamning shu dadam nomli naqshini anglab, shu naqsha mening shu naqsh kasbiga qadam qo'yishimga sabab bo'lib qoldi. Agar 4 ustozning hammasi siz uchun o'rilsa, siz kimni tanlaysiz?
rayonimizdagi har millat xalqimizning ko'z sog'lomligi va go'zallik uchun kuch chiqarayotgan Şinjan Sadaf Sodichaklik mas'uliyat şirkati mayirlarga omad tilaydi. Boğlardın kalgan bu dünya Beytin kimge kılıp tur vapa Boğlardın kalgan bu dünya Beytin kimge kılıp tur vapa Hamma ketar ishga ajiba O'zim uchun yashay deganda umr tugab qolar ekanda O'zim uchun yashay deganda tugab qolar ekanda Ota dedim va onam dedim Birda o'kan va bukan dedim Bir boshimga shuncha g'am yedim O'zim uchun yashay deganda umr tugab qolar ekanda O'zim uchun yashay deganda umr tugab qolar ekanda
hammasidan agah sen agah Özüm üçün yaşay degende hey Ömür tügep kalar ikende Özüm üçün yaşay degende hey Ömür tügep kalar ikende Salam ustazlar, bağlavchi ustazlar. Bayır Nicat Yaqub bo'laman. Nicat Veli Yaqub. Nicat Veli Yaqub. Nicat Yaqub. O'tirdigisi yo'q. Velisi yo'q. Velisi yo'q. Tos qopsan-da. Xo'p, Nicat Veli. Veli kamni o'g'li emas to'san. Ha, shuni deyman. Ya bo'pti, bu nihoyat yaxshi bo'pti. Bu naqshni o'mdan aytib eding. Qaradan mana ahvol shundoq. Ma'lumlar hammasi sana mahil bo'ldi. Bo'ladigan balike dedi. Ammo biz chapanni sen hayır xil kiyog'ini bilan o'qib qoldik ko'nglimizcha hozir. Nicat ukam, yaxshi kelibsiz sahnamizga. Hani bu naqshi hamda o'zlashtirilgan naqshdi. Bu naqshni 10 necha yil bo'lib qolibdi. Men bir o'rindigan. Bugun Nicat ukammi yaxshi o'rindab sahnaga aytib chiqdi. Rahmat. Men hamda mana naqshi o'zimga sal munosabatli bo'lg'achqa bak ko'p to'xtalib, bak alayda ta'bir yurib maqtib o'tishni ortiq ko'rdim. Ammo Nicat ukamga o'rilishim haqiqatan chin ko'nglimdan o'rildim. Cho'qim Nicat ukam bilan shu grupamni kasa. Masalanda kep qolsa agar Masalani chiqarsak bo'ladimi? Men bizim diyemeyim. Bu ciddelge mi aralışamayım? Aygül muallimning uslubi degandan men kep qoldi emasmi? Ya tamam, menda araliqda bir ilanlar var. Endi o'sha ilanning ilan yo'q. Gap mayada. Masalani qatmasak, tasaddufiy bu bola boshqamizni tanlab çünkü ben sana va'da qilibsam, keyin bu bola masalan bizga ketib qolsa, men sana qana 100 kilo. Ya va'da qilmaylar bular. Va'da qilmay azraq bir şey başlayla bu işine. Ben soğudun hiç olmaz kanda bu karar taptınlarmı kesin ama. Aldı bilen çoğu. Ben ölgen birinci bulca. Andan ma üç ustazdan aldı bilen bir alaka özrü sorayım ben. Bulam da razı mı emes mi? Ben besivettim birip aldığa. Bizme basıldı deb turgan. Ya bu yerda hazır Yamını kelgende men basqamın deb turibsan. Ha şu men basqa? deydigan erikten saqlab turgan. Ha şu Yamayırı saqlapsan. En halqılıq yerini saqlab turduq. Biz to'liqli aylanaylı deb manda o'ylab opdiq. Bu Mevlan Bişir Çakrab aylandı. Taşmamedga yo'l qo'yib, o'zlaring kelsin, andaki men aylanday dedim. Hem aylandığınım iğne qo'ygan degan aka, aldırmay ayağını aylanma deb, malaq yo'l bergan. Men bergan yo'l berishim sebep men hamını aylanma bo'ldi. Deb muqim qilib bo'lib anadan keyin aldırmay o'zimni tutib temkin bir bo'lay deb bo'lsam, isil bo'lib olsam bu isilliqim hozir ko'z tegib o'tadi aka. Meni demoqchi bo'lganim Taşmamet muallim, meni demoqchi bo'lganim bir odam bir uslubda masalan sizning uslubingizda naqsh aytib bir yak beribsiz-ku. Bu naqshini shunday yaxshi senin ko'nglingda-da. Mening ko'nglimda. Shunday yaxshi bir voyaga yetkazib qo'ydi. Musobaqada tamtirab, jiddiylashib turib aytmoq intayin tas. Mening uslubimga tushadigan naqshlarni, mening uslubim naqshlarni aytqingiz bormi sizningki? Yaqib qana. Yaqladın ha. Mening aşı Mevlan ustaznınki gepini bir anlığım keladi. Men bu ishni buzgan men bo'lgandan men gepim tugab bo'lsa men gap bermidinglar. Ma'qul. Mevlan. Men aldı bilan Taş Muhammed ustazning aytgan naqsi burun biz anglagan. Ondan
bu Taş Muhammedning bir varisi. Haqiqiy bir varisi. Men yenimda Taş Muhammed ustoz o'tirdi, keynimda Taş Muhammed ustozning ovozi yangrayotdi-ku. Ondan men bu saqildim xili. Eng oxirgi avjiga chiqqcha jazm qilgandan men bosdim o'zimnikini. Lekin Taş Muhammed ustoz teqichi mushtaqib o'ltirdi-ku. Jazm qilanmay. Ya cazım kılanması yok mu ya da? Ben aşırı gülüge ekilime de tas bir yere kelgende orunda qo'ylan shunda bir hayvat sürküstüp chiqay dememdi Abdulla aka. Lekin men uni to'g'ri tushundim. Nimishqa deganda bu naqshining ujuri-bujurini, buning aqdodini Taş Muhammed ustoz bildi. Buning kamchiliklarini, nuqsonlarini bizga qaraganda Taş Muhammed ustoz texmi aniq bilalaydi-da. Shunda o'g'andimi bir mush inimizga bo'lgan sendeki muş urundaş nimesiga bo'lgan o'zimning bir qayliqini bildirish uchun o'zimnikini bosdim. Ondan qag'alarnikini men besib etdim. Mayli razı olsun bo'lsin deb. Endi har bir birasi tillimidi hozirgacha. Ablanca razı olduk. Sen shu yaxshi kunlarga erishganda Mavlo akani qat'iy o'tqazma. Yaxshi paranla oldu. Bir gül keştiligəndək, aşı hər bir avazın aşı nəfəski əb durub, yögəp iç qatıdı. Şunçıq çıraylıq ha yana. Oşda qoyatdın mı? Gül keştilidi. Ayt yaxshi paranla oldu. Qarad. Muşu sizlarga ro'yi oziq beryapti bularchi. Yosh bolalarning olg'a ilgirilish uchun qurilgan sahna bu amaliyotdimi? Kelib chiqishimi shundaq bir rag'bat yoshlarga rag'bat bo'layotgan mushu kasblar ilgirilishiga kuch madad berayotgan sahna. Endi mushu ustozlaringlarning bir ikki eg'iz yaxshi gapi sizlarni bilasizlar, balkim cho'ng bo'lganda texim bilasizlar. Mush rag'batdi, mush bolalarning yaxshi bahosi sizlarni qat'iy oldirmangizdi. Bu aniqli gap. To'g'ri. Endi bular uni tillamaydi emas. Sizlarni tanqidlamaydi emas. Tek to'xta. Keyin tanqidlaydi. Sahnada bular sizni tanqidlamaydi. Qarmamsama isil gaplarni. Nima qilib bersasan? Albatta, naqshida masala yo'q emas. Mushun Taş Muhammed Nazir agar so'zlar desak, yetarlik degizib qo'ydi sen, lekin keyin deyishsizlar. Masalan, Taş Muhammed akani tanlasangmi, hatto Mo'minjon akani, Mavlo akani tanlasangmi, Aygul ma'lum tanlasangmi, seni degan yerlaringda cho'qim yaxshi yetaklaydi. Qolgan gaplar keyin bo'ldi. Endi sen yaxshi ustozlarga erishib ketgan bo'lding degina. Nijat. Rahmat. Endi siz sening eng oxirgi tanlashingni anglaylik. Mening oxirgi tanlashim Yaxşımısınızlar ko'pchilik? Men Abdulla Abdurahim. Yuqum ahvolidan shuni bayqadikki, odam badani uchun eng muhim bo'lgani yanada immun kuchi. Amaliyotda immun kuchining yuqori bo'lishi salomatligimiz uchun eng yaxshi dori hisoblanadi. Andaqda teri odam badanining birinchi mudofaa sepi bo'lish sifati bilan uning immuniteti qanday ko'tariladi? Amaliyotda aktiv bakteriya o'z rolini joriy qildiryapti. Ilmiy tadqiqotlardan bayqilishicha, teridagi foydali aktiv bakteriya terini kuchlantiradi. Terini tozlaydi, yalluqqa qarishtirdi, namlik saqlaydi. Qani endi biz aktiv bakteriyaga to'yingan teri bilan aktiv bakteriya kamchil bo'lgan terini selishtirib taqaylik. Ko'rilishga bo'ladiki, aktiv bakteriya terini texmi yosh va sog'lom qiladi. Shunga terining kasalga qarshi turish kuchini oshirish uchun teridagi aktiv bakteriyalarni to'liq saqlash lozim. Sadaf World Star. Sadaf. To'g'ri tanlash moslashish demakdir. Alga yuzlanganda men salopatni tanladim. Hurmat uchun alga yuzlandim. Tanlig'ingiz alzoq bo'lsin. Salopat jarchisi alzoq kiyimlari. Elnuri Yeşil Organik Bunları Devlet Derecelik Ekologik Rayonda Xalqaro ISO süpat ölçüm boyunca tön temperaturda pişiqlangan 5 tın xali undur. Kimyalik qo'shilmadan xali, bulg'angan havodan xali, bulg'angan suvdan xali, süpatsiz xom eşyadan xali, ozuqluğu ko'yishdan xali Elnuri Yeşil Organik Bunları sağlamlığınız üçündür. Elnuri. İnsan üçün eng bexatar muhabbatlik güzel makan uydur. Muhabbatlik uylar. Dükkan, talla bazar, soda noktaları dal Şinjan'daki çoğun iqtisadi gavda Aylin Az guruhining Aylin ordisi öymülük taraqqiyat çeklik şirketidan keladi. Aylin Az guruhi Aylin ordisi öymülük taraqqiyat çeklik şirketi.
Bugün kimning taomi o'xshidi? Bir sinab ko'ray. Albatta mening o'xshaydi. Cho'qim mening. Hammasining ajab o'xshab ketibdi. Buningda cho'qim bir gap bor. Qaydo. Vah! Qaydo yurish tetitqusi bo'lsa, kimning tamoqqa o'xshamasa, kimni ahmoq qilasizlar? Qaydo tetitqusi bo'lsalar, taomlar alomat o'xshaydi. Qaydo yurishlik tetitqullari. Öyümge berip, sandıklı ekip, moçenli koyup, koçenli elep, bazaga berip, tartıklı elep, saklakan mısın dep, tizlikte kaytıp, ağızlı ekip, keni için mihmalla desem, kola bulam şunda bula, dep bulap, eşek uçkendey. Kola bulam şunda bula, tartık kola. Şinjan Talba Kasbiy Tarbiyalash Maktabi kompyuterda kiyim laylash, oliy daraja kiyim-kechaklarni kesish, tikish tajribasidan mo'lliqiga asosan mush kasbga qiziqadiganlarni yuqori texnika bilan tarbiyalaydi. Ozoda muhitda uskunlarning yangiligi, dars metodining va kasbiy saviyasining yuqoriligi bilan yil bo'yi o'quvchi qabul qiladi. Hammamizga tanishib bo'lgan Ablatmechi Talba sizning kasbiy aloyidligingizga asosan dars o'rinlashtirib, tez o'rganishingizga asos soladi. O'rni Urumchi shahar Janubiy Ozodlik yo'li Buloqbesh ko'chasi, Sanshxonza Sibiy Sud sariyi 6-qavat. Şinjan Talba Kasbiy Tarbiyalash Maktabi. Mening tanishim Toshmayat Botir ustoz. Rahmat. Elim yaxshi. Ya xato deb qo'yibdimi deb. Muborak bo'lsin. Mayirimiz Nijat Yaqub, Tosh Muhammad Botir Aylin Az gruppasiga tanlandi. Nima degan chiroyli ovoz, nima degan yiqimliq kuy, nima degan tamkin qiyofatda? Hammasiga aqlimiz lol bo'ldi. Olgan turoqlaringiz sizga teximiz zo'r ishonch ato qildi. Attirgullar hidisiz, söygülarning dilisiz. Men bugun Ipak yo'li sadosi programmasiga chiqib, sal jiddilashib qoldim. Talantimni to'g'ri joriy qildiramay qoldim. Shunday bo'lsa-mu, men uchun o'rindiq aylantirgan 4 ustozga ko'p rahmatimni aytaman. Ham Toshmayat Botir ustozni tanlab sahndan tushganimga xo'shalman. Ma'lumlarning bergan talab fikrlaridan baxo'sh bo'ldim. Ham mendagi ortiqchiliklarni bana his qildi. Kamchiliklarimni to'liqlab, bundan musobaqalarga yaxshi tayyorlik qilib, yaxshi natija ilishga tirishim. Yuqorqi mayirimiz Nijat Yaqub o'rilgan naqsha bir qadar yuqori o'rindash mahoratini talab qilgan naqsha. Bu naqshni bu inimiz yaxshi o'rindadi. Mayli yuqori taraflari bo'lsin, nayt obdan o'rindab muvaffaqiyatli tamomladi. Shuningga men bu inimni o'zimning gruppasida men bilan birga hamkorlashishga men chaqirdim. Inimizniki ovoz doirasi tusidan men buningdan keyin yana boshqacharoq asarlar bilan bu inimizniki ovozining haqiqiy o'zining mahoratini, talantini texnik joriy qildira oladiganligiga men ko'zim yetganligi uchun mush inimga o'z gruppamdan o'rin berib, bir yaxshi fursat hozirlab o inimga men o'zim ustoz bo'lishni, inimni shogird qilishni qabul qildim. Adaşmışı uzun yıllardan beri naqsh etib, uyun qo'yib, acımacı bir pul hisob qildim degani. Şu an bir daraq uy yeb qo'yadigan sen bir yaxshiroq uy setish o'rnini tavsiya qilsam bo'lardi. Adaşmış Aylin Groy'ning Aylin ordisi uy taraqqiyotchilik shirkatlar aloqalasha uy ilishmasidan eng tez suratda qildi. Rasman? Endi biz bu naqshning ismi Meylimi. Men kichikimdan san'atga bo'lgan ishtiyoqim meni bu Ipak yo'li sadosiga boshlab keldi. Men Ipak yo'li sadosidagi qolt ustozlar va mayirlar bilan birlikda Ipak yo'li sadosi programmasining texnik rangdor programma bo'lish uchun men o'zimning eng yaxshi ifodasi bilan Ipak yo'li sadosi programmasida g'alaba qilishga tirishaman. Agar 4 ustozning hammasi siz uchun o'rilsa, siz kimni tanlaysiz? Yemek-içmek, kiyim-kechak, uy-mulk, import mallar so'z qatorliq jihatlarda oldingi o'rinda turayotgan Aylin Az Groy'mi mayirlarga omad tilaydi.
Gelmek bulup sen kelmedin, kelmek bulup sen kelmedin. Söz bulsa yalgan meylimu. Veslinge imkan vermedin, veslinge imkan vermedin. Küydürse hicran meylimu. Veslinge imkan vermedin, küydürse hicran meylimu. Külgen idin sen gül bolup, külgen idin sen gül bolup. Ben sayrıgan bulbul bulup. Bulbul kitip kuzgun gacay, bulbul kitip kuzgun gacay. Olsa gülistan meylimu. Bulbul kitip kuzgun gacay, olsa gülistan meylimu. Mihringime layık dedim, mihringime layık dedim. Özümge çin sadık dedim. Sadıklığımdan harlanıp, sadıklığımdan harlanıp. Ürtense vicdan meylimu. Sadıklığımdan harlanıp, ürtense vicdan meylimu. Meylima? Yaz keldi tulup kaddi suadan kilidu, kaddi suadan kilidu. Yelpin güce şu saçı bostan kilidu. Yelpin güce şu saçı bostan kilidu. Hakkını hıcıl eyligidek külkisi var, ey külkisi var. Gülhunçidin uzlivi xendan kilidu. Bellevcimizde dedin pen asmını da, ey pen asmını da. Şu levzge xas kılgılı cevlan kilidu. Şu levzge xas kılgılı cevlan kilidu. Cevlan kilidu. Gepning uçug'ini qipli tugaydigan naqshkama. Keldi debdi. Keldig'ini javlon qilibdi keldi demdi. Keldi, malim. Malim keldi deganda keldi. Xo'p. Salom barcha aziz ustozlar, Polatdan hammalarga salom bo'lsin. Men 2016-yilda Shinjon san'at institutiniki muzika ma'rif kasbini bitirgan, hozir o'z oldimga hamda muzikalik qaramga ichyapman hozir. Xo'p. Bu naqshini Mahmud efendim aytgan-a? Chiroyli aytgan sizlarmi unday aytdingizlar bugun. Rahmat, rahmat. Shu Aygul malim ta'sirlandi bu ishdan-chu. Shuningga Aygulning gapini anglaymiz. Men sizni tanlab qolganimni bilmabdim Afg'on. He. Bu Afg'onimizningki yana bir inisi bor. Bizning maxsus İlyarda. Bizning aşı maxsus o'rinlash kasbimizda o'qigan, bek yaxshi o'qigan. Ovozlari shunda hal bo'lib, o'tir ovozliq, to'van o'tir ovozliq naqshda shunchalik yaxshi o'qish bitagan. Bir qarsamlam shu Elyanning chiroyi sizda shunda texmi xo'sh bo'lib ketdim, texmi illiq his qildim. İlyar birinchi navbatlikka qatnashgan aka. Yipak yo'l sadosida. Ha, İlyar qatnashgan-da. Bu qitim kamabdi-ku. Bir qitim qatnashganlar qatnashmaydigan emasmi ikkinchi qitim. Shunga bir qoidasi bor ekan shu. Hozir toza pishib yetilib ketdi-da, Qashqa o'makda, Qashqa viloyatlik o'makda naqshchi bo'lib ishlamoqda. Siz Polatni tanlab qo'yib Ilyarni maqtab tushib ketdingiz-ya? Demak, ishqisi qon qirindosh emasmi? Akuflar birsi-birsiga ta'sir qildi emasmi? Unda o'quvchi bo'lib qo'liga o'tib ketgandan keyin maqtisi bo'lmaydi. Bunda uchib ketmasin deb. Xo'p. Endi senin önerilerini yani biz devamlı körümüz devka. Çünkü Aygül Malim'nin kuluğu ötten emasmi? Budok sen bağ diyen gap ma o. Başka gap emas o. Doğru. Kile.
Yaz keldi tulup kaddi suadan Kilidu kaddi suadan Kilidu Yelpin güce şu Mübarek bolsun. Mahirimiz Polat Aygül Gulam Qaydu gruppasiga tanlandı. Öz kasbimizga qo'ygan savollarimizga mana shu sahnimizda yaxshi javoblarni tepib Özümüzden qanchalik tirishqanligimizni bu sahnada tunyapmiz. Hemen hazır sahneye çıkıp nakşamını oңuшлuk etip düştüm. Ben bu qitim İpek Gül Sadası programımızga bizniki merhum kompozitorumuz Tursun Qadiri ijada işlengen Meylimon namlıq nakşını ilip geldim. Bu nakşıga bizniki güzel avazlıq nakşıcımız, ustazımız Aygül Muallim orunduk aylandı. Ben Aygül Muallim bilen birlikte İpek Gül Sadası'da baştan ahırı özümün barlıq gücüm bilen özümün en yaxşı pasını cari kıldırışıq tırışım. Polat Meylimi degan naqshni aytdi. Ovozi shundoq to'lg'an, pishqan, uning ustiga sahnadagi qiyofatlarimi shundoq tamkin. O'zininki shu sahnada ko'p naqsh aytganligini yoki nurg'un faoliyatlarga qatnashganligi shu ovozdan chiqibla turdi. Endi men o'yladim, Polatning tarbiyalaydigan, yana o'rganishga tegishlik joylar intayin ko'p. Shuni men tarbiyalab ketalayman degan ishonchim bilan Polatni qabul qildim. Adaş, her az abay güzel telefon qıptıken, bugün kesilen bir mehmanxonaga görüşeyli deydi. Adaş şu barlıq pullarını özüge məbləğ selib təlba kəsbi tərbiyələş məktəbində oxuyatdı degan to'g'ri. Nədən kelgan pul ki o? Ha, adaş o təlbada tirishib o'qib, yeni kiyim kechaklarni loyilabdigan, maktabida nurg'un o'qish mukofot pullari beribdi qara. Nimda paysi? Emas men kiyim tikishni o'rganmoqchi bo'lgan do'stlarimga təlba məktəbini tavsiya qilib qo'yay adaş. Bizning bu qitimqi mahirlarimizga albatta program gruppasidan ait katta bo'lgan mukofotlarni tayyorladik. Balkim sizlarmi biz bilan birlikda bu mukofotlarni anglab yiqishga betoqat bo'layotgan bo'lishinglar mumkin. Birinchi bo'lgan mahirni Şinjan Sadaf Sodichaklik mas'uliyat sherikati 120 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiblaydi. Undan boshqa ikkinchi bo'lgan mahirni Şinjan Aylınaz Groyi 100 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiblaydi. Üçüncü bo'lgan mahirimizni Şinjan Al-Nuri Yeziglik fan texnika taraqqiyotchilik sherikati 80 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiblaydi. Dördüncü bo'lgan mahirimizni bo'lsa Şinjan Qaydu yemeklik cheklik mas'uliyat sherikati 60 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiblaydi. Demak, mukofot buyumlarimiz intayin katta. Biroq bu mukofotlarga erishishmi oson emas. Mahirlarimizga shirkatlar bilan birlikda omad tilaymiz. Biz bu minutlarda programımız qatnashgan mahirlarni qo'llab ularga katta in'omlarni tayyorlagan shirkatlarga minnatdorligimizni bildirish bilan birga yana ekran oldidagi sizga minnatdorligimizni bildiramiz. Shundaqla qo'lingizdagi telefon orqali bizning bu yaxshi mazmunlarimizni atrofingizdagilarga ham bahrlab qo'yishingizni so'raymiz. Adashmi to'g'rida qat'iy bir yaxshiroq bunda bir tarjima filmda yo'qmi? Qiziq kelsa. Qara. Va izleş kino aptitali yoki izlesh apchaqni ko'ra, kunda yangi kinolar chiqadi, uning ustiga ham so'zak, ham to'r so'rtasiz. Yetib olmaydi. Voy, men tushirayapsan? Tushiray. Aşağı. Ha. Sizlar tushiringlar. Qiymatli qo'shilmadan xoli bulg'angan havodan xoli, bulg'angan suvdan xoli, sifatsiz ham ashyodan xoli, ozuqlikka kuyishdan xoli, Al-Nuri 5 dan xoli, yeshil organik unchiligimi mahirlarga omad tilaydi. Akbozatim yaylın uzan. Akbozatim yaylın uzan. Bugün gece yalkaşkin yetkinskin tesran. Bugün gece yalkaşkin yetkinskin tesran. Bir gün çiçek
yalkaşken yetkün sen bolsan bugün kişi yalkaşken yetkün sen bolsan bugünenin elif tesler elimen azar bugünenin elif tesler kelimen azar Akbozat ne Bağdat ise Ülüftü seydan Akbozat ne Bağdat ise Ülüftü seydan Ayrılmaz kavve dileşken Kaysimiz kaydan Ayrılmaz kavve dileşken Kaysimiz kaydan Ayrılmaz kavve dileşken Kaysimiz kaydan Ayaley Kaysimiz kaydan Ayaley Kaysimiz kaydan Ustazlar Salam Yakşımızlar yaxşı,王江江yaxşı吗？很高兴见到这么优秀的老师。今天刚才在这儿唱歌也特别的紧张，确实。谢谢你带来的这首歌。王江江你们也认识，应该对早就认识了，都是好朋友。买名江，王江江，买名江，王江江，哎三这样的一个，也是我的一个好兄弟。他从内地到新疆来，第一天就，开始合作，这样可以这么说，他是一个比较，全心全意喜欢音乐的一个人，可以说是一个音乐人，也是我们的一个好帮手。我们经常探讨这个对新疆音乐的事情。我从他身上学到的东西也很多，我们互相合作也写出了一些歌曲，重逢的欢乐，等等等几首歌，反响特别好，我也特别感谢你。没有，谢谢您老师，主要是阿卜杜拉老师也是我特别好的学习的榜样，也是我刚来新疆的这个偶像，就是，所以能跟这么这个大的我们的明星、我们的歌王合作，我也特别的荣幸，也特别期待跟我们的毛兰老师啊、塔西麦麦老师啊、麦明江老师啊、麦明江、王江江都是了，民族团结一家亲，是吗？然后还有艾古丽老师也有机会能够合作，谢谢老师们。对，谢谢。今天你看，我们还有一位是我们的一个学生，在参加这个比赛的一个学生，突然见到你，我们在这个舞台上见到你，很高兴，谢谢你的支持，谢谢您，谢谢您。不会是参加这个比赛来的？我也是一个学生，因为我也是在学习新疆的音乐，来了新疆之后。所以我现在也有一个要求，对各位老师，不知道能不能满足？说。因为刚才我上台的时候来不及给各位老师打招呼，能不能现在下去跟每一个老师打个招呼？好的，好，谢谢。谢谢你，谢谢你的歌曲。
Can bu Şinjan radyo stansiyasida Uyg'urcha qatnashdi emasmi Uyg'ur tilida? Kecha.谢谢江江，尽快的给我们写最好的、更好的东西啊！我们期待。好，我一定努力。谢谢老师们，谢谢。 Men qalb dasturxonimni tatliq tamda bezashni unutmadim. Ajrimning ma'nosi qimmatli bo'lgan egiligimga, go'zal, hashamatlik tez tamoqxonamga gul keltirib, oylin az taomlarni vujudga keltirdim. Hunar san'atga muhabbat qo'shib, aqlimizga mehr qo'shib tutgan yuzlagan taomlardan mehmonlarim rozi bo'ldi. Keling do'stim, oylin az taomlarda men sizni kutaman. Bo'lsa gar esil taom, hayotda kulli bayram. Oylin az taomlari, oylin az. Al-Nuri Yeşil Organik Bunları Devlet Derecelik Ekologik Rayonda Xalqaro ISO sifat ölçüm boyunca tön temperaturda pişiqlangan 5 tın xali undur. Kimyalik qo'shilmadan xali, bulg'angan havodan xali, bulg'angan suvdan xali, sifatsiz xom ashyodan xali, ozuqliq ko'yishdan xali Al-Nuri Yeşil Organik Bunları sog'lomligingiz uchundir. Al-Nuri. Telefonlarda izlash borda, izlash o'zi tarjima qilgan kinolar. Torda birdan-bir qo'yish huquqi ega sarxil programmalar. Tunji yedi bishkoy, kelar kaydan boshlab kunligi 5 mocha. E'lonsiz, qatmay chiqadi. Izlash kinoxonasi mazmunini taqatqanligi haq berildi juma. Qaydo yağmurchining huzurini yeganda bilasiz. Uyingizda qaydo üzülmesin. Qaydo yurishlik yağmurchilar. Taşkın demek vücudumga kuch quvvat. Taşkın derdi sağlamligimga madad. Coşqunluq va ishonch Toshqindan boshlang'usi. Toshqin oqsil talqonlari. Vaa, yani şehrin tem yalqazan yurishlik yemekliklerimi bakan emasmi? Türleri to'liq, rengarenk. Raslı talashqa taklamış şehrin, ha? Şehrin tem yurishlik yemeklikleri raslı bek şehrin. Şehrin tem yurishlik yemeklikleri. Yipek yo'lida yangragan xush ovoz qalbimni larziga selib, uni tanlashimga turtki bo'ldi. Men meni tanlash supsiga sahib qilgan mo'tivarni tanladim. Mening tanlashim yanada mo'tivar. Mo'tivar kiyimlari. Adaş, qara. Motorbatda qara bizning sadaviy bekol sadasini parchalab taqdiribdi. U Ondan kelib biz ba'zan unida salomlar bordigina, bizning shaxsiy filmlarimizni haqli qilib taqdiribdi. Qanday qilsak bo'lar? Qanday qilsak bo'ladi deb o'ttamay Shinjon Kamolat advokat o'rni bilan aloqalashmamdi. Ular qonun yo'li orqali odil haq qilib mashina. Andaqda biz navbatdagi naqshiga quloq solayli. Can balam. Mening ismim bo'lsa Amirullo, o'zim Otifdan, mush kasbim qiziqishim, naqsha, tantarbiya degandek. Endi meningki shu kasbga kirishim hech kimdan tortib bir qiziqish bo'lganlik uchun ham shundaqla atrofimda san'atkor ustozlarning naqshlarini, musiqalarini anglab, shuning texnik bir ishtiyoqlar kirib, hech kimdan tortib mush kishini bilalgan. Lekin ma'lum vaqtgacha bu ishga men o'zim kira olmagan. Keyin asta-asta to'liq o'tirmakdan bitgandan keyin o'qishni bitirib bo'lgandan keyin o'zim kasbiy jihatdan tarbiyalanishni o'ylagan. Lekin o sharoitlarim yar bermay, o'zimning qiziqishi bilan atrofimdagi ustozlarning tarbiyalashi bilan qiziqib hozircha mana mush kasbni qilib kelyapman. Asosli hamda o'zimning amaliy ahvolini cho'ng sanda naq maydonda bir ko'rib, ustozlarningki qimmatli taklif fikrlarini bir anglash. Agar 4 ustozning hammasi siz uchun o'rilsa, siz kimni tanlaysiz? Rayonimizda yemeklik ve tetkik sahasida serkerdilik rol oynayotgan Şinjan Qaydo Yemeklik Çeklik Məsuliyyət Şirkəti mayırlarımızga omad tilaydi.
Salam barlıq aziz ustazlar. Mən Adışdan geldim. İsmim Əmrullah. Həmminlə olduk. Salam alı ihtiramla olsun. Sağ. Əmrullah. Avazın tazımı iyi gizkene. Əmrullah əmdi bu işte qanaq olub getdi bu işler. Ustazlar təsirlənməyə qaldı qara. Meyli hiç qısı yok. Bunun bir əmdi bir. Görəb baxıdığa iş bir sınaq olsun. Doğru. Bu Can Balam degen nakşını ben burun anlap diken bu kaysı icadiyatçının icadı etken ha? Bu ma İmmi Niyaz Hüseyin akımızdın ki. Aa, doğru. Şuna İmmi Niyaz. İmmi Niyaz'ın avazı okşiş çıkıdı ki. Boptu. Emrullah qattiq keçirib etkin. Afsus, afsus. Biz hem de ma o ustazlığının şu bir təsirleniş nuqtası var ki bunun. O işlerini mən mi tapanmayım şu jürme. Şu ettiğimden keşif okucu mən mi xeyli izlep baktım. Lekin tapanmadım. Bugün sen mi tapanmay kaldım. Şuna kiler kıtımlık musabıqada bir yani bir tayyorlik qilib kelsan. Buldu. Emrullah. Buldu. Şu yürek sözlerin olsa degin. Biz billa anlaylı. Anaval sizlerning keteleringlar salomatlik olsun, ailanglar xotirjamlik olsun. Hamda bu kasbni men 20 yoshga kirib bo'lgandan keyin o'zimning qizg'inlik bilan o'rgangan, kasbiy tarbiylanmagan. Har qanday bir odamningki shunda maydonni bir ko'rib, sinilib boqqisi keldi ekan. Shu maqsaddan chiqdim. Hamda yoq taklifingizga rahmat. Hamda meningki shu 10 bolani beqib cho'ng qo'ygan shu onamga, dadam bo'z qaytib qolgan. Şu anamga cheksiz hurmatim bor. Agar bu hayotda ömrünü bergani olsa şu anamga men ömrümni berishga tayyor. Rahmat onajon. Hech qanday afsuslanish yo'q. Mana ko'rdim, tunji qatim bunda senni. Bundan keyin sizlarni ko'rib tursam, bugundan tortib texim bir tirishadigan bir kuch paydo bo'ldi. Hech qanday ish yo'q. Rahmat sizlarga. To'g'ri. Mushu naqsha, mushu ekranda yana shu qallar bilan yüz görüşüdü çok. Bu mu çok netice? Çok netice. Biz devamlılık deyimiz. Şu tuncu qetim, şuna sahneye çıkan yigitler, kızlar, onun ait katta bir netice. Belkim hey deb qolgan bo'lishingіз mumkin. Ammo siz qutdingiz. Siz tushib ketgan bilan o'rindigan naqshingiz orqali o'z anglag'uchilaringizga ega bo'lish bilan birga ularning ko'ngil to'ridan o'rin oldingiz. Hemen bu 4. qıtımlık İpek Ul Sadası'ga qatnaşqanim ben nəhayət xursand boldum. Gerçi tanlanmagan bolsamma, şu bana bir sınaq boldu. Bundan keyin texmo bir naqshiga yaxshi aytishga kuch bel bog'layman. Herkes ümidsiz holatda kallamga o'ylab ajab bir bo'ldi deb menda ümidsiz holatda yashag'im yo'q. Bundan keyin texim tirishqim bor. Rahmat sizlarga. Va aka tushdik. Kop bek o'xshab jimo. Nereden keldi aka kopni? Kopni o'zim pishiramasmaydi. Özüm pişiramsa ama lekin ta'mi bek bezibdi juma kebabniki.
Koyulunun kavap tetikçisini işletemez mi özü? Açsa bir yeri var. Bunun için şunlam yayılız abi. Okşağımız köprek jigen. Olur. Şinjan Sedef Sözleşiklik Məsuliyyət şirkəti bizning bu qitimqi programımızning tajdarlığını aldı. Bu şirkətə minnətdarlığımızı bildiriş bilan birgə bu programımızı Şinjan Aylınaz Guruhi alayda tələb qılğan sizlərə minnətdarlığımızı bildirimiz. Bu programımız bilan Şinjan Elnuri Yezigilik Fan Texnika Taraqqiyat Çəklik şirkəti strategik həmkarlaşqan. Sizlərə köpdən-köp rəhmət. Şinjan Qaydu Yeməklik Çəklik Məsuliyyət şirkəti programımızga yaqindan yardım bergan. Sizlərə minnətdarlığımızı bildirimiz. Beijing Taşqın Xalqaro Pay Kontrol Guruhi Tartuq yürüşlük konaları programımızda alayda qo'lladi. Köp minnatdormiz. Qadrli do'stlar, Badam Lavi Abditali Şinjanlıqlarning mahorat ko'sti supsi. Darhol har qaysi cho'ng yanfon abdukallardan Badam Lavini izlab qachilab, yanfoningiz orqali kursantlarning katta mahoratlarini ko'rishni unutib qolmang. Undan boshqa programmamizni Şinjan Radio Televiziya Tori Aynak Talla televiziyasida mı ko'ra olasiz? Adaş sen adet telefonda Uyg'urcha xatni qanday yozsa? Aslanqo adaş badam Uyg'urcha kirgizishni telefonga tushirib olsanglar, bevosita Uyg'urcha xat basa olasizlar. Mevlan'la bir teklif qilishga teklif qilaylik. Sevda deydi ya. Sevda. İsmim Firdevs, G'uji To'qsira diyarning. Ailemiz san'at ailesi bo'lg'achqa, mening dadam kichkindan tortib naqshlarni aytib berib, "Ma naqshni bunday aytamiz, bunday qilamiz" deb berib qilg'achqa, hamda nevara akalarim intayin yaxshi naqshchi ham ijodchi. Bo'lg'achqa shularningki to'kpisi ham yo'l ko'rsatishi bilan mushallatga keldim. Hamda bu qitimqi Ipak yo'li qatnashib keng xalq omasiga mushu Ipak yo'lidan e'tiboran bir cho'ng sahnada o'zimning naqshini aytib keng xalq omasiga sunish. Agar 4 ustozning hammasi siz uchun o'rilsa, siz kimni tanlaysiz? Beijing Taşqın Xalqaro Pay Kontrol Guruhi Tartuq yürüşlük konaları mayırlarga omad tilaydi. Bu köngülü sevdalıqa özün başla. Ketip kaldım azaplarga yalğız saçla. Ketip kaldım azaplarga yalğız saçla. Yalğızlığım bana hemra boluversin. Men yürmezmem senin üçün közüm yaşla. Yalğızlığım bana hemrah boluversin. Men yürmezmem senin üçün közüm yaşla. Ötse günler yine yalğız öter işken, küngen yürek bunun gımı küner işken. Sevda bulup visalın gımen telpinsem, ey bergen gülüm sancıldı unut tüken. Ey sevda bulup visalın gımen telpinsem, ey bergen gülüm sancıldı olup tüken. Ey yar.
ekan vallahi peyizga. Derya kebi yutup gel bu sevgini, şamal kebi ilip gel bu könlümni, sana köygen yürekni, bu dillani ilip ketkin men gülüm şu çağlani, sana köygen yürekni, şu dillani ilip ketkin men gülüm şu çağlani, yürekte kaldı dertler, dilimde kaldı gımlar, ötüp gider yar bu günler, yürekte kaldı dertler, dilimde kaldı gımlar, ötüp gider bu günler Tügüdü ya nakşana. Yanı çıkamdı gidermen. Sel. Yaxşımısınızlar ustozlar, ekran oldidagi ko'ramanlar. Mening ismim Firdavs, o'zim G'ulja To'qsira diyardan. Firdavs, bu yil necha yosh kirdiq? Bu yil 21 yosh kirdim. He. Shu naqshsi tugab ketdimiki deb o'ttasam, mo'mincha aylanib bo'lganda. Tugaverek yana bir boshlanganda Aygulni paydo oldik-da mana. Agar yana uzunroq bo'lgan bo'lsa, ishki malimni paydo. Uzunroq aytganning bu paydasi bor o'xshaydi. Ya bir tal evcilik naqsh olib ketgan bo'lsa, bular ham aylanibdi. Ma naqshim açdıq. Evci yo'q. Bu qaraganda G'uljadagi Jalol Bilal Biroq o'xshadi-da. Ya akısına ya ukısına naqshga o'xshaydi. Bilal akam o'rindada ijod etsa, Jalol shu puroqlar shu. Shundaqki. Sen shu tuqqan kelamsiz ya. Nevreyiniz bo'laman. Sening isming Qalal emasdi. Nima? Firdavs Aladin. Firdavs. Rahmat ukam. Yaxshi chiroyli aytding o'zingmi-chi. Rahmat. Keltirib buni. Endi abay degandek, shu hozir ikki ustozga ega bo'ldik. Bular texmi yaxshi yo'lga salalaydi. Endi budoqi navbatda ma'lumlarning yetakchiligida musobaqa xarakteri bor naqshlarni tanlaydi-da. Ma naqshi bak mungluqki. Bak chiroyli aytding ham o'zingmi. Men sal diqqat qilmasam tas qoldim ketib qog'ila shu. Elley balam elley degandek mungluqki. Juma mush naqshga yana azroq bir avjisini qo'shsa yana bo'ldi-ku. Musobaqaga tayyorlash uchun azroq tayyorlik qilsizlar-da bundan keyin. Bo'ldi ustoz. Men dastlabda aylanib saldim-da. Chunki buni Firdavs ukimizning tanlagan naqshda inchik puroqlar, agitmalar intan ko'p. Qadamda bir uchrab turdi, lekin har bir agitmani shunda naq joyiga naq elib menish oson emas. Bo'lapmi bak puroqning kesilishi bak kichikda. Shunda yerlargacha apralag'adi. Garchi keyingi bölgede avji bormi yo'qmi deganni faraz qilamasam, ovoz yuqori, ovozning doirasining yuqori tuvanligini bilib bo'lamadim. Lekin menimcha ovoz doirasi qanchalik chiqa? Asli yuqori tayyorlagan bu naqshni. Ma u yaqindan yaqsal zukam sababidan. Masala yo'q-ku yuqori rayondan. Cho'ng masala yo'q. Shu. Uningga tavakkul qildim men. Menimcha cho'qim chiqib ketalaydi deb oldimizdagi bosqichlarda biz bu inimizning
o'z mahoratini joriy qildiradigan texmi yaxshi narsalarni bersak, cho'qim utib chiqa oladiganlarga ko'zam yetdi. Rahmat ustoz. Hop, Aygul. Men bu ufkumizninki içten çıkıvatkan, bulduqlap turgan, urğup taşqan hissiyatını bek yaxşı gördüm. Bu hissiyat bek mühimçü. Men o'quvchilarim qanatalab qo'yma odatda. Sizlar bir sahnaga chiqqandan keyin yoki qaynoq suv bo'lib, butun o't bo'lib, sahnani bir parcha o'tga aylantiringlar. Yoki bo'lmasa, butun vujudinglardan diqqatinglarni yig'ib, bütün diqqatni markazlashtirib, masalan, %100% diqqatni markazlashtirsa, yana tomoshabinlarni yana undaq o'ziga qartalishini atayin. %200%, 300% holatga akagan vaqtida o'zini odam o'zi hayajon solalgan vaqtida ananki tomoshabin azroq hayajonlanishi mumkin-ku. Shu ma'fukimizdan men shu o'zdagi piyg'onni, savdolikni, naqshidagi savdolikni his qildim, tushundim. Şununla bu ufkumuzni yani keyin tarbiyalab ketgili bo'ldi ekan. Chunki mashina darajaga kelmak oson emas-ku. His qila oladigan, tushuna oladigan, bila oladigan holat ekan. Deb shun o'rildim ufkum. Ovozingiz ham shunday chiroyli. Shu mimjakangiz degandek shu ushaq agitmalarini shunchalik chiroyli oldingiz. Uning nafasini shunday tezlab olib, yana boshlab ketib, yana nafasini tezlab olib, yana boshlash, mush shunchalik yaxshi bo'ldi. Qiyinlik va naqshama bo'lgan. Bu hamda Bilal bilan Jalal ikkisi aksinin keyin ufkisi musobaqa qatnashish orqali shu fursatdan foydalanib bu o'zining alohidligini gavdalantirdi. Bu ikkisining naqsh aytishi o'z uslubini yaratdi-da. Hozir Bilal, Jalal ikkisining naqsh aytish uslubi bor bo'ldi. U buni cho'qim e'tirof qilish kerak. Ash yosh bolalarning ichida Bilal bilan Jalalning naqsh aytishi ayrimlar, xosligi bor. Ammo bu endi bu Firdavs 3-chi bo'lib chiqibdi. Bu ash uslubga tava adamki. Ularning maxfiy tisbiga o'xshaydi qaraganda. O Otimirasmi yo? Qanda Balki bu momantdan tatib naqsh aytidi hisobda. Shundaqki. Ancha-muncha. G'ulji tarafdan mening his qilishimcha yaqin qiyinlargacha G'ulji tarafdan ko'pincha asosan il xalq naqshlari bilan cho'ng ustozlar chiqqan. Lekin ommabop naqshchilikda Jalal, Bilal degan bolalar ras o'tib chiqdi. Keyindan mayinimiz yana menga aytibdi, men agar mening qo'shunimga kelsa, oyoqdagi maxfiy reseptlarga, oyoqdagi maxfiy reseptlarni azroq qo'shib, texnik mukammallashtirib bir yangilik yaratsak deyman-ku. Muparri evrishim degandek bir narsa yasaydi. Ritsbranlarni qo'shib bo'ldi. Biz unda bo'lsa tanlash ixtiyorini sana beraylik, Firdavs. Mening tanlashim Elnuri Yeşil Organik Bunları Devlet Derecelik Ekologiyalik Rayonda Xalqaro ISO süpət ölçüm boyunca tön temperaturda pişiqlanğan 5 tın xali undur. Kimyalik qoşulmadan xali, bulğanğan havadan xali, bulğanğan sudan xali, süpətsiz xam əşyadan xali, ozuqluğu köyüşdən xali Elnuri Yeşil Organik Bunları sağlamlığınız üçündür. Elnuri. Ümit işençi bilen baskan kademlerim utuq menziliga yol açkan idi. Berketli kademlerimde men argan meyi işletilgen açıl çaş sopununu özümge hemra kıldım. Açıl cismimde işenç nuru içildırğısı. Açıl çaş asraştaki yaxşı hemrayınız. Açıl argan meyi çaş sopulları. Azade Ali muhit, menzilik taamlar, visal toyları, qutluk astilik günler. En kıymetli özünüz ve dildaşlarınız için katli didarlış menzilgahi, Aylin Az Guruhi Tiyanshan Gülü restoranı. Özünüzge mas, isilliğinizge has cayda hayatın çin mənisini his qılın. Şu isil cay del Aylin Az Guruhi Tiyanshan Gülü restoranıdır. Aylin Az Guruhi Tiyanshan Gülü restoranı. Kolanın muzu qanğan vaqti, dal sizning tortiq kolani seg'ingan vaqtingiz. Abdukerim-ku. Qanitlik va qanitsiz tortiq yurishlik kolalari. Va, ma bo'lke ya. Va, yani şehrin tem yalqazan yurishlik yemekliklerimi bakan emasmi? Türleri toluq, rengarenk. Raslı talaşqa teklam şehrin, ha? Şehrin tem yurishlik yemeklikleri raslı bek şehrin. Şehrin tem yurishlik yemeklikleri. Charchigan ko'zlaringiz mardona qadamlaringizni to'xtatib qo'yayotamdi. Ko'z asrashqi sal qarayotganingizni bayqadingizmi?
ular uchun ahamiyatli bir sovg'a tayyorlash kerakligini o'ylashdingizmi? Muvaffaqiyatga ozlik qolganda ko'zlaringiz bardoshlik berolmayotgandi. Dünya yulduzi ko'z asrash javri turli ko'z masalalar uchun o'zimizga sungan eng go'zal hadiya. Safarlarimiz texmi xotirjam va ravon davom etadi. Bu sabiy ko'zlar vaqtida asrilishi kerak. Shundala ular kelgusini aniq ko'ra oladi. Endi erishadigingiz cheksiz hayajon va g'alaba. Ko'z ko'ngilning ayniki. U yaxshi asralsin, uningdan ishonch balqib tursin. Dünya yulduzi önümlü ko'z asrash javhari. Saqam masayki paravoliq atirtning qiyinchiligi borliq yerdan birdigan palit bor ekan. Men Elnuri zarangizni meydan 10 ton sovuqlay deyman. Demisimi bu Elnurining mahsuloti nihoyat yaxshi, nihoyat tabiiy chiqadi. Unda olsa menmi Elnurininki unidan 5 xalta, guruchdan 5 xalta sovuqlay. Jira bir kilaydi. Bo'ldi. Men mijavlikim ustoz. Günler yine yolumuz öterken. Mahirimiz Firdavs Ababekri, Mömincan Ablikim, Elnuri grupsiga tanlandı. Her naqshining o'ziga tushliq mungi bo'lganidek, her naqshining puruqi o'zgacha. Naqshingiz orqali muhabbatli qalblarning yurak tarisi chekildi. Sizga mu omad tilaymiz. Bugun sahnaga chiqib nihoyatda hayajonlandim. Bunda endi natijalarga erishaman deb ham ikki ustoz aylandi menga. O'zimni naqshni aytib bo'ldi deb chiqandim. Lekin o'ylamagan yerdan o'rildi. Shunda hayajonlanib ketdim. Mömin akamni tanladim. Endi bundan keyin Mömin akamning yetakchiligida cho'qim yaxshi natijalarni erishishga ishonchim bor. Bu Firdavs inimizninki shu ovozdagi inchki hissiyotlarni, firaqlarni elib menishi menimki diqqatimni tortdi. Bu Bilal Anvarninki savdo degan naqsini aytibdi. Keyin o'rlagandan keyin his qildikki, bu inimiz bilan Bilalninki tuqqandoshlik munosabati bor ekan. Bu bir oila kishilarninki asosan naqsh aytish uslubidagi o'xshashlik asosan bir qalbda qo'yib chiqqandek chiqadi ekanda. Men bu Firdavs inimizning ovozidagi puraq elish mahoratini xuddi bir muzikaga o'xshatdim. Xuddi muzik chag'andek, usta bir mahir muzik chag'andek hissiyotlarni, masalan ba'zi puraqlarni xil naqshchilar olamaydigan puraqlarni muzik orqali chiqarib bu inimiz shundoq inchkin hissiyotlarni bartaraf qila oladigan mahoratlarni o'zlarida yuzida yetishtiribdi. Shunga bu inimizda bo'lgan umidim, ishonchim xeyli kuchli bo'lg'ashqa o'rildim. Ishonchimni yerda qo'ymay, ya'ni meni tanlab bizning guruhimizga kirdi. Biz bu inimiz bilan yaxshi natijalarga erishib ketishimizga ishonchim bor. Adash, aytib bir qo'ydigan o'yinim bor deding-a. Mush bir yordamchi berib bir naqsh etishib bir gitar teshib qilishdanmisiz? Adash, ayt qat'iy vaqtim yo'qligini. Ma'bud tartibni kechirib. Sal meni bilsanda adash. Hopda at berish beradish. Andaqda biz navbatdagi naqshiga quloq solayli. Bamboleo deydigan. İsmim Ürkeş Cüme, yurtum Xotan'dan. Xotan aylık sanat ömekleri işleymen. Nakş kesip bilen şoğlanğılı 10 yıldan açtı. Asli kesbim usul fakültesini bitirip işkirde hizmet kılgan. Şu jarayanda ta ki hazırgacha müzik atret oynap kelyapman. Bu jarayanda meniki qiynalgan nurg'un ishlarim bor. Endi hazırgacha bel qo'yatmay, yaxshi tirishib kelyapman. Hamda yaxshi natijalarga erishdim. Lekin bu daqatim o'zimni bir sinash uchun, yaxshi bir o'zimni bir texmi bir bilimimni yuqorlatish uchun shu vajidan Ipak yo'li 4-qarorga tizimlatdim. Bundan keyin bel qo'yatmayman. Texmi tirishib yaxshi natijalarga erishishga tirishman. Agar 4 ustozning hammasi siz uchun o'rilsa, siz kimni tanlaysiz?
Qiyməli qoşulmadan xali bulğanğan havadan xali, bulğanğan sudan xali, süpətsiz xam əşyadan xali, ozuqlıqı kuyuşdan xali, El Nuri 5dan xali, yeşil organik unçılıqımı mayırlağa amət diləydi. Esse amor chega assim que da maneira não termina com amor de combinação, amor de nem passado. Bem, bamboleo, bambolea, porque mi vida llora, me viene así. Bamboleo, bambolea, porque mi vida llora, me viene así. No te enamoro yo. E se você não la fortuna lei destino e non ensino qui trassi dell'ada non mi muoca c'è non mi soggio non te guidi l'abbandono e se fosse la fortuna lei destino e non ensino qui trassi dell'ada non mi muoca c'è non penso in lì bamboleo bambolea perché mi viene a giorare per fermi viene así bamboleo bambolea perché mi viene a giorare per fermi viene así bamboleo, bambolea, perché mi viene a giorare per fermi viene así. Bamboleo, bambolea, perché mi viene a giorare per fermi viene así. Bamboleo, bambolea, perché mi viene a giorare per fermi viene así. Bamboleo, bambolea, perché mi viene a giorare per fenom vivi así Ey Aşı Mahir bek talep ketdik deyim ha. Men aşı Mahir'e men bir qog'oz hamda yo'q boshqa maqsad yo'q hamda-ku. Bek uch qashqar olib ketdi. Yo'q, menda baka qog'oz. Uch qashqar olib ketdi bu. Tushunib turaydim ha. Alla, shu men shundaq ba'zida qashqar. Biz qog'ozga chiqib pasga deb ketaman. Yo'qqa yog'liq selmabdi ekanman. Xo'sh. Bir tunishib chiqaylik, ha? Benim ismim Ürkeş Cüme, yurtum Xotan'dan. Shunda. Tugida. Yurtum Xotan'dan. Hozir shu ancha-muncha tijorat bilanmi yo? Ya men asli usul kasbda o'qigan, keyin shu qiziqishim bilan shu gitar, muzikalar qiziqib, naqshlarga qiziqib hozirgacha Xotan oylik san'at o'makda izchil kasb qilyapman. Ha. Ava senin grupdagi bolalarmi ya ma'amdan maslashpadi, ashu do'stlarga biz hammamiz rahmat aytamiz. Rahmat. Chiroyli chaldi. Bolalar
Vallahi hemisi bizden de sigan emas da ula ha. Ya. Limonchi çalı değil. Limonchi çalı değil ula. Rast çaldık ya Allah. Xo'p, unda bo'lsa Urkash. 4 muallim hemisi qattiq ta'sirlandi ya naqshimizdan. Mushu naqshining ismi nima? Bamboleyo. Uning ma'nosi nima ekan? O da ayrin degan gap. Ha, meniki so'yginim. Ha, mening so'yginim degan gap ekanda. Mening so'yginim degan naqsh ekanda. Biz hozir eng boshda ta'sirlangan muallimdan boshlab seni maqtashga boshlaydi-ku bularni deb. Shunga sen shu yerga qarab turib al, yomon xijil bo'lib qolsan-chimi? Bak maqtaydi bularni. Tiqir. Ha, boshlaydi. O tiqa. O'zining shibisini paranlashib egmekchi ma. Qog'ozni chiqib turib oldi. Qog'ozni chiqirdi. Boy do'konni taqamdiq desam, yo'q degan. Bozorga qaraymiz degan to'qqancha. Ahvol. Okey, endi musiqa chaldigan bolalar badislam buni kesil tutadi. Ras shunda bo'lib qoldi. Endi mushu ba'zida mushu vijdonim g'ujjida qilib kelsa aka men o'ltiramay qoldim-ku. Ha, to'g'ri. Bizmi ta'sirlandik. Sen hozircha qog'ozga chiqib kelgandan keyin sen mushtarak so'zlab turibsan. Mayli. Mau tilni tekstni shunda to'g'ri bek o'lchamlik bek yaxshi avotidi-chu. Til jihatdan shunda yaxshi qobiliyati bor ekan. Shunda meni ta'sirlandiganda, bir bu Ispaniya fungoni mundaq holatni undaq mukammal mundaq o'rnatmam oson emas-ku. Uning ovozniki mau qurilmasi jihatdan bo'lsa shunchalik mushu asarga, mushu fungaga shuncha tushgan ovozingizchu. Shuning bilan o'rilgandan keyin qarsam sizning ustixon badan qurilishlaringiz mushu ispanchaga shuncha tushgan. Asar, ovoz, sizning badan qurilma hammasi shuncha tushib ketibdi. Asar shuncha yaxshi tanlabsiz. Muallimdan degan gapi, sen sigan o'xshaydi ekansan degan gap. Ya sigan sen o'xshaydi. Bo'lib gitarlarni chilishlaricha shunchalik o'ziga ishonch bilan shunda yaxshi chavatdimi, ansamblmi shuncha yaxshi hamkorliklar shunda yaxshi bo'ldi. Men shunda so'yindim, shunda xush bo'ldim. Haqiqatan mendaq jonliq ijrodagi muzikalarmi odamning yurakdoriga bordiki, yurakdarini titirtdiki. Bek rahmat sizlarga. Bunda payze, bunda o'zinglarning natijasidan bir xil mamnun bo'lib o'tamsizlar. Jimjon ketib qolmadi. Jiddiylik bitib qolmadi. Jiddiylik g'oyatni o'tib ketdik-ku. Ya, o'tib ketdim ham, naqshani yetib bo'ldim. Hech jiring og'rimagandi. Hozir men ikki muallim 4 muallim. Ha. 4 tilimiz aylandik. Mundaq e'tirof qilgandan keyin shu chaqdagi bir xil hayajon qanday bo'ldi ekan shunda paygne? Ilqi, boshda eshitdim o'ylamadim. Sanaga chiqib jiddiylashdimi o'ylamagan. Chunki sanaga chiqib jiddiylashdim, gitar chap turgandan keyin ezib ketamanmi deganni o'ylab, oldimga qolmay naqshni aytaverib, tuyuqsiz mushtalga qaraganda bir xil cho'chib qoldim-ku. Bir xil ishonchim ochdi o'zimga. Qisqasi. Shunda qarasam, 4 yil qarab turgan ekan, zing qildimi? Qilgan bir ovoz bilan taqla tekstni unutgan bo'lsam, ammo men naqshning tekstni unutib qolsam, men ma'lumning hammasini oyoq oldini qilib turibman. Nimishqa desa, bu naqshni men batchiq anlagan. Bu naqshdan boshqa yana shu kishilarning ismi nima edi? Yodining ismi. Gypsy King. Shu Yodining naqshlarini tamam dranjisni qo'ydi bu. Ajoyib. Hamda shu birla o'zi sigan bo'lib qolmagan yeri bor-ku uning. Shunchalik havas qildi shularning guruhiga. Biz davomli Xotanga borsak, shu fikrlarimiz gitarlar, musiqalarni kelib, naqshlarni anglayman, yaxshi ko'raman bularning naqshlarini. Menimi aytqizdi o'ziga kuchli naqshlarni. Lekin mushlarning naqshini anglaydigan unda xumarimiz bor-da. Bir balla xeyli jiq Xotanda gitar bilan mush naqshlarni har xil uslubdagi naqshlarni aytadigan. Xo'p, biz yana davomli maqtilimiz. Xo'sh, mayli. Xo'sh. Mushu zamonimizningki taraqqiy qilishiga ergashib bizningki naqshchilarning ishidimi uslub jihatdan har xil yangi uslublar chiqib haqdoriga yetyapti-ku. Shuning ichida bu garchi flamenko xeyli yillar bo'lgan bo'lsa-mu, bizning aramizga kirgan, lekin yaqinqi yil mobaynida menda o't yurak bolalar ko'p chiqyapti.
Sizler bir parça ottaklı çıktınlar sahneye bugünçü. Ben oyladım. Şu gitar taran başlanğandaki yıldan bulardan bizning aylanmasligimiz masalasi bularga nisbatan muhim masala emas ekanligini his qilib yetdim-chu. Sizlar cho'qim ishonch bilan chiqdinglar. Aylanamı, aylanmasmı degan gap yo'q-ku sizlarda. Onu oylamadık. Şu sahneye çıkıp bir özümüzde yaxshi bir namoyon qila olsak shuni o'yladik. Men hozirga qadar anglagan shu Jipsaykin uslubidagi naqshchilarning ichida ovozi bek yaqin keltirgan, intan yaqin o'xshatgan naqshchiga men shunga qoyil bo'ldim. Shunga Yana ustiga hissiyat to'g'ri-da. Hissiyat to'g'ri. Qoyil bo'ldim. Endi bu yerda 4 yil ustoz aylandi. Turib mo'qim turamda uni. Mo'qim turdi. Ammo kelib qolsa men mana fursatni ko'p berib yo'liga payandaz solib. Yo'liga payandaz solib sahnalarga chiqib bizning madaniyat shirkatimizningki har turli faoliyatlarda, o'yinlarda bularningki bozorni ochaman. Pullarni berib deb. Men naqshining boshlanishida ya mush ovoz bir boshqacharoq bir ishlarni qilib boqqili bo'ladimi degan shu hamda qoldim. Shu hamda qoldim. Bu mushta ishlikli naqsh etilgan ishlarmi yo ancha-muncha boshqa shaklli naqshlarmi bormi? Boshqa shakllardan bor. Ammo ovozda bir xil o'zgarchilik bor. She'rni mushunday qilib mening naqshimni aytqilib bilammi shunda deb. Yo'q. Bunda ovoz deganda qanday foydalansak bo'ladi tatliq yerdan. Va bundan boshqa naqshlarmi bor? Bu hammasi menda yugurashning emas-ku. Sizlarning oldi sho'qroq naqsh edi. Aram oldi. Toshmammat o'zluqdan chiqadi. Mush kayfi. Bumi to'g'ri. O'zluqshunoslar yo'q bu yerda. Shuningga o'rkashgan. Chunki naqshi degan mayli qaysi uslub nima bo'lsin, o'xshashlar ko'nglimizga hissiyatni ifodalaydigan tilamdi bu. Shuningga men ovozni ham yaxshi ko'rdim ukam. Mayli mening gruppamda bo'l yoki mushu boshqa ustozlarning gruppasida bo'l, sen yaxshi ustozlarning qo'liga tushadiganingga men ishinaman. Ammo mening gruppamga kelib qolsangmi, men uningdan bakarak ishinaman bir ishlarni bo'lishig'achimi? Mani deylik. Bilamda Ben bir so'zni qistirib qo'yib o'tay. Hozir mening gruppamda sizga o'xshash odamlar yo'q, sizning uslubingizga naqshchi yo'q, g'ir o'zimga o'xshash odamlar bo'ptim emasman men. Birdan bir bo'lsizlar menga kelsan. Men sen bilan birlikda mangima. Men birlikda mangima. Rahmat. Rahmat olim. O'rkash bak yaxshi bo'ldi, ha? Ammo shu 4 ma'lumotdan qaysini tanlash hozir sening ixtiyoring o'tib ketdi. Bu sahnelarda biz seni ko'rimizda yana demak. Mayli qaysi ma'lumotni qo'lda bo'lishdan qat'iy nazar, o'rkashmish sanda bavulgan bo'ldi bu. Shuning uchun boshqa gaplarni biz keyingi navbatda deyish, ma'lumotlarning qo'liga o'tgan ekan ham shunda. Eng muhimi 10 necha yil gitar chalib, naqsh aytib, xotanda o'ziga tushliq mashindaga bir top o'ziningki qiziquvchilarni paydo qilgan naqshchi buchu. Şu ecir mihnetleri bilen bugünkü günde özü hürmet kıldığan bir neçe ustazlarının ortak itiraf kılışıga erişti. Bek çoğun netice bu. Biz bunu hakikaten çoğun bilimiz. Sizlermi çoğun bilişanlar mümkün. Eğer bilmey kalgan bolsanlar bilinler ki bu hakikaten çoğun fırsat ve yaxşı bir netice. Şuna hazır emde ihtiyarını sen koyumuz. Senin en ahir kararın Benim en akıl kararım Adaş, bugün bizden öyle bir hoga yandık. Hoga öyle? Ne uyandı materyallar bama? Hoga yediğin bulmuşma şerintemden materyalını akip. Adaş, bizden öyle toluk deyme, bizden öyle şerintemden ki hoga materyallarını işletimiz deyme. Öyle bop gitti digine bu. Gel şu adaş. İşte kılıcı. İşte kılıcı. Mağam da. Evet, mühim paliyetimden bir suatı. Kostyumlarımın tayini qilmoqda. To'g'ri ko'rsam, to'g'ridimi tayini yo'q. Biroq bir yangi kostyum olsam bo'ldi. Unda olsam shu mo'tarli alzoqning kostyumlari nada? Shu badaninga yarashadi, sifatlik, bahasi muvofiq uni. Bir boqamda. Jura. Kang to'rdosh do'stlar, shunaqla ekran oldidagi aziz ko'rmanlar.
Bizning bu qadimqi mahirlarimizga albatta program gruppasidan ait katta bo'lgan mukofotlarni tayyorladik. Balkim sizlarmi biz bilan birlikda bu mukofotlarni anglab yiqishga betoqat bo'layotgan bo'lishinglar mumkin. Birinchi bo'lgan mahirni Şinjan Sadaf Sodecheklik mas'uliyat şirkati 120 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiblaydi. Onun başqa ikinci bo'lgan mahirni Şinjan Aylınaz Groyi 100 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiblaydi. Üçüncü bo'lgan mahirimizni Şinjan Elnuri Yezigilik Fan Texnika Taraqqiyotchilik şirkati 80 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiblaydi. Dördüncü bo'lgan mahirimizni bo'lsa Şinjan Qaydo Yemeklik Çeklik Mas'uliyet şirkati 60 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiblaydi. Demek mukofot buyumlarimiz intayin katta. Biroq bu mukofotlarga erishishmi oson emas. Mahirlarimizga şirkatlar bilan birlikda omad tilaymiz. Biz bu minutlarda programımız qatnaşqan mahirlarni qo'llab ularga katta in'omlarni tayyorlagan shirkatlarga minnatdorligimizni bildirish bilan birga yana ekran oldidagi sizga minnatdorligimizni bildiramiz. Shundaqla qo'lingizdagi telefon orqali bizning bu yaxshi mazmunlarimizni atrofingizdagilarga ham bahrlab qo'yishingizni so'raymiz. Sizce bu mahirimiz qaysi ustozni tanlaydi? Tafsilotiga qiziqsangiz, diqqatingiz kelar haftadagi Sadaf Ipak yo'li sadosi programmamizda bo'lsin. İpek yolu sadası, sevginin yok çiğnası, hoş avazlar seynası. İpek yolu sadası, İpek yolu sadası, sevginin yok çiğnası, hoş avazlar seynası. İpek yolu sadası. İpek yolu sadası, sevginin yok çiğnası, hoş avazlar seynası. İpek yolu sadası, İpek yolu sadası, sevginin yok çiğnası, hoş avazlar seynası. İpek yolu sadası. Qadim İpek yolida ajdod bo'lgan chavandoz, Cuşqun qon bar tumurda, kuy naqshisi xo'sh ovoz. Kuymish tog'lar sho'xisi, nur qaytadi yurakka. Buyuk karvon varisi, aman yeter ilakka. Buyuk karvon varisi, aman yeter dilekке. İpek yolu sadası, sevginin yok çiğnası, hoş avazlar seynası. İpek yolu sadası, İpek yolu sadası, sevginin yok çiğnası, hoş avazlar seynası. İpek yolu sadası.